Növbət Xitayning o'rta sharqiy qism rayonlarida temperatura sijili yuqorilab, tok bilan ta'minlash jiddiy bo'lish hamda tok yetishmasligi ahvoli ko'rilgan. Xitoy bu mezgilda Sharq Turkistonning tabiiy boyligi hamda tokni bulang-talang qilib, Xitoyni ta'minlashga ishlatgan. Tangirtaq to'rining 24-avgustdagi xabarda bildirishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilish salamligini uzluksiz oshirgan bo'lib, yaqinqi necha yilda g'oyat zo'r miqdordagi elektr energiyasini Xitoy o'lkalariga yetkazgan. 22-avgust kuni Xitoy elektr to'ri atalmış Xinjiang elektr energiyasi cheklanish shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlongning oshkorlashicha, atalmış Xinjiang elektr energiyasi cheklanish shirkati turli tok chiqarish manbalari orqali tok tarqatishni oshirib, Sharq Turkistonning mo'l ko'mir elektr, shamol elektr va yorug'liq energiya qatorliq pokiz energiyalarini birlashtirib, Xitoyga to'shib, Xitoydagi tok yetishmaslik jiddiy vaziyatini pasaytgan. Bir mezgildan buyon kun tartibga kelgan Amerikaning New York Akasiya birjasidan 200 da Xitoy shirkatini ilib tashlash planiga qarshi Amerika va Xitoy o'rtasida dastlabki bir kelishim hosil qilindi. Xitoy Amerika amaldorlarining hujjatlarini tekshirib, Xitoy korxonalarini nazorat qilishga yo'l qo'ydi. Beijing bilan Washington o'rtasidagi suhbat Xitoy umr sug'urta shirkati, Xitoy neft shirkati, Xitoy neft va kimyo sanoati shirkati 12-avgust Amerika pay bozoridan chekinishni planlaganligini e'lon qilgandan keyin tezlashgan edi. Mo'ljallanishcha, Xitoy bilan Rossiyaning ikki taraflik savdo miqdori tarixdagi eng yuqori saviyaga yetib, bu yil 165 milliarddan 170 milliard dollardan oshib ketirgan. Xitoy Savdo ministerligining bayonotchisi Shu Jiting mundaq dedi. Xitoy Rossiya savdosi bu yil davomli eshiyotidir. Ikki taraflik iqtisodiy va savdo munosabatining ko'lami va sifati davomli oshadi. 2022 yılı 6. ayının 28. günü Şimali Atlantik Aktiv Təşkilatı Madrid başlıqlar yığınında Türkiye, Finlandiya ve Şvetsiya imzalagan 3 taraf əslimisi dairəsində qurulgan Məngölük Birləşmə Mexanizminin tunji yığını Finlandiyanın paytaxtı Helsinki'de ötküzüldü. Finlandiya Tashqi ishlar ministri Pekka Haavisto yığından keyin bayonot e'lon qilib, yığınның ijobiy bo'lganligini aytdi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marsha Blackburning Tayvanni ziyorat qilgan kuni Xitoy urush aeroplanlari harakatga o'tdi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining xabariga qaraganda, kunduzi orol atrofida 35 urush aeroplani va 8 harbiy paraxod ko'rilgan. Qozog'iston bosh ministri Alixan Ismoilov Rossiya bozoridan ayrilgan va ko'pincha g'arb shirkatlaridan tashkil topgan 250 dan ortiq shirkatni ko'chirish uchun tirishayotganligini, hozir 45 shirkatning bu yo'nalishda aktiv qaror chiqarganligini aytdi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston yangi nasil harakatining uyushtirishi va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan yoshlarning jam bo'lishi bilan 3-navbatlik xalqaro Sharq Turkiston yoshlar uchrashuvi Istanbulda boshlandi. 3 kun davom qiladigan mazkur yig'inda milliy kimlik, diniy kimlik va dunyo qarash masalalari, navbatdagi Sharq Turkiston da'vosi va dunyo siyosatidagi fursatlar, islom dunyosi va Sharq Turkiston, g'arb dunyosi va Sharq Turkiston, taratqularning Sharq Turkiston da'vosidagi roli, Sharq Turkiston yoshlaridagi yangi avlodlarni yetishtirishdagi roli qatorliq temalar muzokara qilinadigan bo'lib, har qaysi sohalarning mutaxassislari yoshlarga qimmatli leksiyalarni sunadi.